Teatr bu ibratxonadir deganida Mahmud Hoji Behbudiy. Haqiqatan ham teatr orqali ko'plab insonlarning ma'naviyatiga ijobiy ta'sir o'tkazish mumkin. Aynan shu maqsadda ham mamlakatimiz bo'ylab teatr haftaligi davom etmoqda va unda nafaqat o'zimizning klassik milliy durdonalarimiz, shu bilan birgalikda jahon klassik namunalari ham sahnalarda ijro etilmoqda. Haftalik doirasida bir necha spektakllar sahnalashtirilgan va mana shu repertuarga to'xtaladigan bo'lsak. Birinchi kunida mana 21-mart sanasida Shumbolaning sarguzashtlari G'ofur G'ulom asari asosida, haftalik ikkinchi kunida Lazgining tug'ilishi Sulton Jaloliddin tarixiy dramasi qo'yib etildi yurtdoshlarimiz e'tiboriga va 4-kunida Shaddod ona va uning farzandlari jahon klassik asari Bertolt Brecht asari asosida sahnalashtirilgan spektaklimiz taqdim etildi. Lazgining tug'ilishi spektakli bu nafaqat Xorazmdagi tomoshabinlar, balki respublikadagi tomoshabinlar uchun ham juda qiziqarli, chunki 2025-yil kuz faslida Oltin kuz yoshlar forumi doirasida yilning eng yaxshi spektakli nominatsiyasi bilan Grand Prix sohibi bo'ldi. Teatr haftaligi doirasida Xorazm viloyat musikalik drama teatrida tomoshabinlar uchun bepul spektakllar namoyishi tashkil etilmoqda. Ushbu madaniy tadbir aholiga teatr san'atini yanada yaqinlashtirish, milliy va zamonaviy sahna asarlariga bo'lgan qiziqishni oshirishga qaratilgan. Onajon, jigar bandlarim, dilimning tubida olov bo'lib yonayotgan, tomirlarimda xuddi o'q kabi sanchilib azob berayotgan armonlarim. Yo'ldoshlarimiz haqiqatan ham teatrni sog'ingan ekan. Biz buni birinchi kunidan boshlab ko'ryapmiz. Tomoshabinlar hatto hozir mana tashqariga qaraydigan bo'lsak, sig'may qaytib ketayotgan tomoshabinlarimiz ham bor. Kundan kunga tomoshabinlarning oqimi yanada kuchayapti va talablar, takliflar bo'lyapti. Biz ham bundan yanada ruhlangan holatda o'z ishimizni yanada rivoj bilan, yanada bir shijoat bilan oldiga harakat qilib davom ettirishga va'da beramiz va harakat qilyapmiz. Haftalik davomida teatr sahnasida turli janrdagi musikali drama, komediya va ijtimoiy mavzudagi spektakllar namoyish etildi. Ayniqsa yoshlar va oilalar uchun mo'ljallangan sahna asarlari tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Mana bugun Shaddod ona va uning bolalari asari o'sha jahon klassikasidan namoyish qilyapti ekan. O'zim shaxsan bu asarni o'qiganman. Mana endi sahnada tomosha qilish uchun ham o'sha hissiyotlarni sahnada ko'rish uchun tashrif buyurdik. Biz qatori mana ko'plab yurtdoshlarimiz ham tashrif buyurgan. Bu kabi spektakllar, teatr haftaliklari yoshlarga o'sha adabiyotga, san'atga bo'lgan qiziqishini oshiradi va o'z navbatida dunyoqarashini ham kengaytirib, ularga ma'naviy ozuqa beradi deya olamiz. Birgina spektaklni tayyor biz ko'radigan ko'rinishdagi ijrosini ta'minlash uchun bu yerda aktyor aktrisalar 3 oy vaqt mobaynida mashg'ulot jarayonlari olib borishadi, repetitsiyalar qilishadi va ayni damda ham hozir mashg'ulot jarayonlari olib borilmoqda. Mana shu sahna asari haqida gaplashsak-da. O'zingizning obrazingiz bu yoshlarga nima beradi deb hisoblaysiz? Bu spektaklda Shaddod onani qizi obrazida gavdalantirishga harakat qilaman, lekin meni so'zlarim, meni gapirishim mana shu qog'ozlar bilan bog'liq, chunki soqov qiz va soqov bo'lib qolishimga ham mana shu urush sababli bo'ladi. Asarni tomosha qilgan tengqurlarim deb aytsam, har bir onni, ayniqsa mana shu zamonni, qolaversa oilani muqaddasligini yana bir bora his qilishadi. Shu bilan birgalikda oiladagi har bir farzandni o'rni borligini va shu bilan birga zamonni qanchalik inson hayotiga katta ta'sir qilishi, hatto bir soniyani ichida ham umuman kutilmagan narsalar bo'lib ketishi, qissa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha har bir soniyani qadriga yetishni o'rganishadi. Jamoani kuzatyapmiz, ko'plab yoshlardan iborat. Jamoadagi eng yosh vakillardan hisoblanaman. Xoh u aktrisalar, xoh aktyorlar, xoh rejissyorlar bo'lsin, hammasi bizga yordam berishadi. Ayni mana shu spektaklda ham juda qiyin kechgan jarayonlarda
qo'llab-quvvatlashlari, ustoz ijodkorlar bilan hatto bir sahnada turib rol ijro qilishga harakat qilishni o'zi ham bizga kuch bera oladi. Spektakl markazida og'ir sharoitlarda tirikchilik qilishga majbur bo'lgan ona obrazi turibdi. Uning hayoti orqali urushning nafaqat maydonda, balki inson ruhiyatida ham qanday vayronagarchiliklar qoldirilishi ochib berilgan. Shaddod ona rolidaman. Bolalarni urushdan olib qolishga harakat qiladi, lekin baribir bolalari birin-ketin urushda halok bo'ladi. Hayotni sevib yashashni shu obrazim orqali ko'rsatib bermoqchiman-da. Tomoshabinlar bu obrazimni juda yaxshi olqishlar, qarsaklar bilan qabul qilib turishibdi. Birinchi kuni ham, ikkinchi kuni ham tomoshabin to'la edi zalda. Yaxshi kutib olishdi. Aktyorlar ijrosi esa alohida e'tirofga loyiq. Ular obrazlarning ichki kechinmalari, iztirob va umidlarini samimiy va ishonchli tarzda namoyon eta olgan. Ayniqsa, bosh qahramon obrazi orqali ona mehri va hayot uchun kurash dramatik ruhda ochib berildi. Shaddod ona va uning bolalari spektaklida shvetsariyalik qahramon obrazini gavdalantirdim. Bu obraz orqali o'sib kelayotgan yosh avlod onasini, otasini qadrlashni o'rganadi. Har qanday qiyinchiliklarda yonida yurishi kerakligini yana bir bora o'rgatadi deb o'ylayman. E'tiborli tomoni, bugun san'at va madaniyat yo'nalishida ham yoshlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugun teatr jamoasining ko'pchilik a'zosi yoshlardan iborat. Fable obrazidaman. Spektaklga tayyorgarlik juda ham ko'tarinki ruhda bo'lyapti. Mana ayniqsa grim jarayonlari juda qizg'in bo'lib o'tdi. Spektaklimiz juda ham ko'tarinki ruhda boshlanyapti. Spektakl oxirigacha shunday kayfiyatda davom etadi degan umiddamiz. Hammaga omad tilaymiz. Barchangizni teatrimizda kutib qolamiz. Teatr jamoasi tomonidan tayyorlangan ushbu chiqishlar nafaqat madaniy xordiq, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Bepul namoyishlar esa barcha qatlam vakillari san'atdan bahramand bo'lish imkonini yaratadi. Mazkur spektakl nafaqat madaniy hodisa, balki tomoshabinni chuqur o'yga toldiradigan ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. Urush va tinchlik, inson qadri va tanlov mas'uliyati haqidagi savollar esa har bir tomoshabin qalbida uzoq vaqt aks etadi.